أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 8. Sura Anfal Madinada nazil bo'lgan 75 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ey Muhammed, sahabaların g'animatlarni qandoq taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashadi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar. İxtilof qilishmay ittifoq bo'lib aranglarni tuzinglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Faqat Alloh yod etilsa dillarda qo'rqinish paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchaydigan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarla komil mu'minlardir. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ular rizq qilib bergan narsalardan Alloh yo'lida sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ular Parvardigorning dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatning tugamas ne'matlariga erishadi. G'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini ularning yoqtirmaganligi, Parvardigoringning seni haqliq ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushga chiqqanligini ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi. Mu'minlardan bir guruh odam dushmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'radi. Ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan o'limga haydalayotgandek, haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munoziralashadi. O'z vaqtida Alloh ikki guruh, biri mushriklar karvoni, yana biri mushriklar qo'shinidan birining qo'linglarga keltirilishini va'da qildi. Sizlar qurolsiz guruhning, ya'ni karvonning qo'linglarga keltirilishini yoqtirdinglar. Alloh o'z so'zlari orqali haqni haq qilishni, kofirlarning yiltizini quritishni xohlaydi. Alloh gunohkor odamlarning yoqtirmag'iniga qaramay, haqni haq, ya'ni islomni oshkor qiladi. Batil ya'ni kufrni barbod qiladi. O'z vaqtida duo qilib Parvardigoringlardan yordam tiladinglar. Alloh sizlarga orqama-orqa tushadigan ming farishta bilan yordam qilaman deb duoyinglarni ijobat qildi. Alloh sizlarga faqat g'alaba qildiganliginglarga bishorat berish va ko'nglinglarni orom topqizish uchun yordam berdi. Yordam faqat Alloh tarafidan keladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. O'z vaqtida Alloh tinchlantirish yuzidan sizlarga uyqu beg'ishladi. Tahorat elib, g'usl qilib pok bo'lishinglar uchun, sizlardan shaytonning vasvasini ketkizish uchun, Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'nglinglarning to'xtirishi uchun, qadaminglarning qumiga petib ketmay mazmut turishi uchun Alloh sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men sizlar bilan billa mu'minlarning qadamlarini urush maydonida mustahkam qilinglar. Kofirlarning dillariga qo'rqinish solaman deb vahiy qildi. Qilish bilan kofirlarning gadallariga chepinglar. Ularning barmoqlariga hamma a'zosiga chepinglar. Bu shuning uchunki ular Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qildi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qiladi ekan, Alloh uni qattiq jazolaydi. Ey kofirlar jamoasi, bu dunyoda mushundoq jazoni tetinglar. Kofirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ey mu'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelgan chig'inglarda ularga orqanglarni qilmanglar, yana qochmanglar. Kimki qayta urushish yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yutkilish qilmasdan, balki dushmanga orqasini qiladi ekan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy. Ey musulmonlar, Badrda ularni sizlar o'z kuchinglar bilan o'ltirganinglar yo'q. Balki amalda ularni sizlarga yordam berib, ularning dillarida qo'rqinish paydo qilish bilan Alloh o'ltirdi. Ey Muhammad, bir siqim to'pini mushriklarga otganingda sen otmading. Balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga Alloh otdi.
Allohning bunday qilishi mu'minlarga savob, g'alaba, g'animatlardan iborat chiroyli in'omlarni ato qilish uchun edi. Allah haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini, ahvollarini bilib turg'uchidir. Bu Allohning mu'minlarga bergan in'omidir. Allah kafirlarning hiylasini cho'qim mag'lub qilg'uchidir. Ey kuffarlar jamasi, agar sizlar g'albini tilasanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdimi, u sizlardan hech narsani dab yiqib berolmaydi. Allah haqiqatan mu'minlar bilan birlidir. Ey mu'minlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Sizlar Qur'onni anglab turib, uningdan yuz o'rmanglar. Anglamay turib, angladik degan kishilarni, ya'ni kofirlarni do'rimanglar. Shubhisizki, Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni haqni anglamay g'as bo'lib olgan, haqni so'zlamay gochi bo'lib olgan, yaxshi yomonni farq etmay aqlni ishlatmaydigan kishilardir. Agar Alloh ularda bir yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdimi, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Ey mu'minlar, Allah va uning payg'ambari sizlarni tirildiradigan, ya'ni abadiy hayotga erishtiradigan iymonga da'vat qilsa, uni qabul qilinglar. Bilinglarki, Allah kishi bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'la oladi. Qiyomat kuni sizlar Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilan chekilinib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida osonlik bo'lib, bo'zak qilingan edinglar. Kishilar yana mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalarni rizq qilib berdi. Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar. Bilinglarki, sizlarning mollaringlar, bolalaringlar sizlar uchun bir turlik sinoqdir. Allohning dargohida cho'ng savob bor. Ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsanglar, Alloh sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Gunohlaringlarni kechiradi, sizlarga mag'firat qiladi. Alloh katta fazl egasidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida kofirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ldirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi. Allah ularning mikrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mikridan unumlikdir. Ularga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edik. Agar xohlasak uningga o'xshash so'zlarni bizmi albatta qila olaydik. Bu faqat burunqilarning qolgan afsonadir dedi. O'z vaqtida ular: "Ey Alloh, agar bu ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagan" dedi. Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzsidan Allah ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Allah ularga azob qilmaydi. Ular boshqalarning masjidi haramga kirishini to'sib olsa, Allah ularga nimishga azob qilmasin? Ular masjidi haramning egilari emas. Masjidi haramning egilari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Ularning masjidi haramning yenidagi ibodati faqat isqirtmoq, chavoq chalmoqdan iborat bo'ldi. Ey kofirlar, kofir bo'lganinglar tufaylidan azobni tetinglar. Shubhisizki, kofirlar mol-mulklarini boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilgandan keyin ularning mol-mulklari ularga hasrat ib keladi. Oxir ular yengiladi. Kofirlar jahannamga haydab kirgiziladi.
Allohning ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydishi kofirni mu'mindan farqlantirish uchundir. Allah hamma kofirlarni üsti-ustiga dövlab to'plagandan keyin do'zaxga tashlaydi. Ana shular ziyon tortquchilardir. Ey Muhammad, kofirlarga aytqinki, agar ular kufrdan, payg'ambar bilan dushmanlashishdan yonsa, ularning o'tganki gunohlari mag'firat qilinadi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlarni halok qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularni shunday qilaman. Fitna tugigan, din butunlay Alloh uchun bo'lganga qadar ular bilan urushinglar. Ular yana islomga davomli dushmanlik qilayotganlar qilmishidan yansa, Alloh ularning qilmishlarini ko'radi. Agar ular iymondan yuz o'risa, ey mu'minlar, bilinglarki Alloh sizlarning madadkoringlardir. Allah nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. Ey mu'minlar, bilinglarki sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Agar sizlar Allohga ikki guruh uchrashib, haq bilan noq ayrilgan kunda bandimizga, ya'ni Muhammad alayhisalomga biz nozil qilingan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Alloh har narsaga qodirdir. O'z vaqtida sizlar vodining Madinaga yaqin tarafida edinglar. Ular vodining Madinaga yiroq tarafida edi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa, sizlarning tövininglarda edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning ozligini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta buningga xiloflik qilgan bo'lardinglar. Lekin Alloh bo'lishga tegishli ishni amalga oshirish uchun sizlarni Badrda mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Allohning bunday qilishi, halok bo'ladiganlarning ro'shan dalilini ko'rib ondan halok bo'lishi, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib ondan yashashi uchun edi. Allah bandalarining so'zlarini albatta anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida Allah tushunda sana ularni, ya'ni dushmanlaringni oz ko'rsatdi. Agar sana ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rqinish tushadi va jang ishida cho'qim datalash qiladinglar. Lekin Allah sizlarni mundaq qilishdan saqladi. Allah dilinglardagini albatta bilib turg'uchidir. Allah bo'lishga tegishli ishni ishga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan cheg'inglarda dushmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi va sizlarni ularning ko'zlariga sizlarga qarshi tayyorlikda bo'lmasin deb oz ko'rsatdi. Hamma ish Allohga qaytariladi. Alloh o'zi xohlagancha hukm qiladi. Ey mu'minlar, mushriklardan bir jamoaga uchrashgan cheg'inglarda mustahkam turinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar. Bütün söz harakatinglarda Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ixtilof qilishmanglar. Bo'lmasa dushman bilan uchrashishdan qo'rqib qolasizlar. Kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Sabr qilinglar. Alloh haqiqatan sabr qiluvchilar bilan birlidir. Yurtlardan cho'ngchilik va riyo bilan chiqqan kishilar, ya'ni Quraysh mushriklariga o'xshash bo'lmanglar. Ular kishilarni Allohning yo'lidan to'sadi. Alloh ularning hamma ishlarini bilguchidir. O'z vaqtida shayton ularga qabih amallarni chiroyli ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi, men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. Ikki qo'shin uchrashgan chaqda shayton orqasiga chekindi va men sizlardan ado judaman. Sizlar ko'mayotganini haqiqatan ko'rib turibman. Men rostilla Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi qattiqdir dedi. O'z vaqtida munofiqlar va dillarda kesili, ya'ni shakbolar bularni, ya'ni musulmonlarni ularning dini oldida dedi. Kimki Allohga yo'linadi ekan, Alloh uningga albatta yordam beradi. Chunki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Farishtalar Badr urushida kofirlarning jonlarini elayotganda, ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding,
albatta qo'rqinchli holni ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning ko'ydirguchi azobini tetinglar deydi. Bu azob sizlarning qilmish jinoyatinglar tufaylidandir. Alloh bandalarga zulm qiluvchi emasdir. Bu kofirlarning gunoh qilish odati Fir'avn jamasi va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi. Ular Allohning oyatlarini inkor qildi. Gunohlari tufaylidan Alloh ularni halok qildi. Alloh haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. Bu ya'ni ularga nozil bo'lgan azob. Shuning uchunki, bir qavm o'zlarining holatini o'zgartmagicha Alloh ularga bergan ne'matini o'zgartib o'tmaydi. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, qilmishlarini bilib turg'uchidir. Ularning odati Fir'avn jamasining va ularning burunqilarining odatiga o'xshaydi-ki, ular Parvardigorning oyatlarini inkor qilgan edi. Gunohlari tufaylidan ularni halok qildik. Fir'avn jamasini dengizga g'arq qildik. Ularning hammasi kufrlik va gunoh qilib o'zlarini azobga duchor qilish bilan o'zlariga zulm qiluvchi qavm bo'ldi. Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni kufrda ching turganlardirki, ular haqiqatan iymon etmaydi. Ey Muhammad, sen ularning orasidagi ma'lum kishilar bilan mushriklarga yordam bermasliklar ustida muahida tuzding. Ular bo'lsa har qitimda muahidasini buzadi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, orqadagilarning qichishi va ibrat elish uchun ularni qattiq jazolagin. Ya'ni ularni boshqalarga ibrat qilginki, ularning sen bilan urush qilishga darmoni qolmasin. Agar sen muahida tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang, muahidasini ularga ochiq yo'rg'liq bilan tashlab bergin. Ya'ni sen bilan muahida tuzgan qavmdan xiyonat shapsi ko'rilsa, ularga tuyuqsiz hujum qilmasdan muahidining amaldan qolganligini oldi bilan ularga uqtirib qo'ygin. Alloh haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Badr urushda o'ldirilmay qolgan kofirlar qutuldik deb o'ylamasin. Ular Parvardigorning jazosidan haqiqatan qochib qutulolmaydi. Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi, jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmaninglarni va ulardan boshqa sizlar bilmaydigan, Alloh biladigan dushmanlarni qo'rqitisizlar. Sizlarning Alloh yo'lida sarf qilganinglar mayli nima bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kamaytirilmaydi. Agar ular tinchlikka moyil bo'lsa, senmi tinchlikka moyil bo'lgin. Allohga tavakkul qilgin. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. Agar ular tayyorlik qilib olish uchun sulhi bilan seni oldirmoqchi bo'lsa, Alloh ularning sharridan shaksiz sana kifoya qilg'uchidir. Alloh seni o'zining yordam bilan va mu'minlar bilan kuchlantirdi. Alloh mu'minlarning dillarini birlashtirdi. Sen zimindagi butun boylikni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtira olmayding. Lekin Alloh o'zining qudrat kamoli bilan ularni inoq qildi. Shubhisizki, Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ey payg'ambar, yolg'iz Alloh sana va sana ergashgan mu'minlarga kifoya qiluvchidir. Ey payg'ambar, mu'minlarni mushriklar bilan urush qilishga rag'batlantirgin. Agar sizlarda chidamliq 20 odam bo'ladigan bo'lsa, dushmandan 200 ni yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'ladigan bo'lsa, kofirlardan 1000 ni yengalaydi. Chunki ular jahil qavm bo'lib tushunmaydi. Alloh endi sizlarning yukinglarni yeniklatdi. Sizlarning ojizliklaringizni bildi. Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'ladigan bo'lsa, 200 dushmanni yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 1000 odam bo'ladigan bo'lsa, Allohning izni bilan 2000 dushmanni yengalaydi. Alloh chidamliqlar bilan billadir. Payg'ambarga zaminda dushmanni ko'proq o'ltirmay turib, asrlardan fidya, ya'ni to'lam elish loyiq emas edi. Ey mu'minlar, sizlar fidya elish bilan dunyo manfaatini ko'zlaysizlar. Alloh sizlarga oxiratni, ya'ni oxiratning savobini tilaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir.
Allohning ochiq cheklamagan ishini qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azalisi bo'lmasa edi. Asrlardan fidya olganinglar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Ey jihad qiluvchilar jamoasi, g'animat olgan narsalaringlarni halol va pok bilib yenglar. Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan mag'firat qiluvchidir, bandalarga mehribondir. Ey payg'ambar, qo'linglardagi asirlarga aytqinki, agar Alloh dilinglarda iymon borligini bilsa, ya'ni dilinglarda iymon bo'lsa, Alloh uni biladi. Sizlarga o'zinglardan elingan fidyadan yaxshiroq narsani beradi. Ilgirki gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchidir, bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, agar ular yana mushu asrlar iymonini da'vo qilish orqali sana xiyonat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, undaqda ilgari ular kufr bilan, ahdini buzish bilan Allohga xiyonat qilgan edi. Alloh seni ularning ustidan g'olib qildi. Alloh bo'g'isi hamma ishni bilguvchi, o'z hikmati bo'yicha ish qiluvchidir. Iymon etganlar, Allohni va Allohning payg'ambarini suyish yuzidan yurtini tashlab hijrat qilgan, pul mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilganlar, yurtida muhojirlarga joy berganlar va yordam ko'rsatganlar, ya'ni ansorlar. Ana shular albatta bir-biriga egidir. Iymon etgan, ammo Madinaga hijrat qilmaganlar bilan sizlarning o'ttiranglarda yoki ular hijrat qilganga qadar o'zaro ega bo'lish, ya'ni yordamlashish bo'lmaydi. Agar din ishida ular sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasa, ularga yordam berishinglar kerak. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Kafirlar bir-birining qayoshidir. Agar bu yuqoridagi hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalaymaqonchilik tug'iladi. Iymon etganlar, Madinaga hijrat qilganlar, Allohning yo'lida jihad qilganlar, yurtida muhojirlarga joy berganlar va yordam ko'rsatganlar, ya'ni ansorlar. Ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ularning gunohi mag'firat qilinadi. Ular jannatda esil rizqqa ega bo'ladi. Keyin iymon etib, Madinaga hijrat qilganlar va sizlar bilan birga jihad qilganlar sizlardan sanaladi. Allohning hukmida urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishga yotlardan eng haqliqdir. Shubhisizki, Alloh har shayni bilib turg'uchidir.